Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik talabiga binoan YouTube'ga video ishlashni yana boshladik. Ramazon Temiryo'lda 25-iyul Abu Dabida jangi bor, hamma biladi. Jangga ham xudo xolasi 26 kun vaqt qoldi. Biz yana Tailandda 10 kun bo'lamiz. Sizlarga 10 kunlik mashg'ulot va Abu Dabidagi protsesslarni ko'rsatishga xudo xolasi harakat qilamiz. Подписка bo'lishi esdan chiqmasin, like, comment bostiramiz. Oh. Hamma market bor. Semir, qalay samachувствие? Четко, yaxshi. Yaxshi. Haftadan boshlab ozgina. Xudo xolasi bizda 10 kunlik yana Tailandda boramiz va 15 kun Abu Dhabi. Abu Dabida 15 kun akklimatizatsiya qilish, vesagonga qilish jarayonlari ketadi. Yana 10 kunlik qattiq mehnatimiz qoldi. Keyin уже pastga tushamiz. Dasturnovkadan chiqib Midas motorga keldik. Bu Midas motor Tailandda joylashgan. Temperatura 32. 117-70. Okay? Easy. Achki zo'r ekan, nima ish qilasiz? Achki qimmatda aka. Qimmat ekan, ha? Qadrga qildingizmi aka? Mashallah. O'zim oldida $5 olmadingiz. Xullas, achkini uchira oldi. Yomon qildim. 11-avgustda. Hayır, 12-avgustda bo'ydan keyin atlet kutaman. İnşallah. Xullas, bu Tiger ko'cha bilmaganlar uchun. Mana shu ko'chada bir 30 ta zal bor. Chap tomon, o'ng tomon zal. Mana bunaqa atmosfera, frukta, balobatlar hamma narsa bor. Yaponiyaga nasibroq qalay? Yaxshi. Hozir garajchi Danger turib bersang. O'shanda kirsibkan olib beradigan. Nima u? Hozir kelamiz. Xudo xolasi yo'lda endi dasturroq qilib, rejim qilganda. Chotki rejim qilaman aka. Xullas, men bunga qolganda ammo qolmayapti. Prямой translyatsiya bor hozir. Ha. Xudo xolasi qani? Hop. Bismillah. Qizilidan bitta bos. Bismillah. Ana aytadi nima edi? Mr. Bindachi nima derdi? Qani aziz? FR moment 3. Hey, brother. Qizilni chaqirmaski, sariq yo'qmi? This one. One more. Yeah, this. Okay. Kimga? That's it again. Oxirigacha. Well, thank you. Nothing. Nothing. What's this darling? Zahar degan narsa ekan hozir. Oxirigacha. Gap yo'qligi. Men bularni ichganman. Uka. Bularni ichib qo'y. Bunisini jachchimas. Och qoringa o'ldi-yo. Zo'r tabiiy vitaminda. Ichdagi viruslarni shunaqa kesib yuboradi. Moshing. Sportsmenlarga kerakli narsalar. Men keraklisini topdim men. Jinjin. Akbarga chiqish kerak-da. Xullas, Tailandga kelgan har bitta inson o'ziga kerakli narsani topadi. Ko'pchilik sportsmenlar keladi, ko'pchiligini ko'ramiz. Nima maqsadda kelsa o'shani topadi. Mana degan tanigan zo'r sportsmenlar to'rtta championga olib ketadi. Chunki bu yerda hamma sharoit bor. Bizlar mana ishga 1 daqiqa
mehnat qilaman deyishgan birda. Maqsad nimalar? Alloh taolo beraveradi. O'g'limizni haqiqiy UFC bayslarini, boshqalarini ishlashyapti, mehnat qilishyapti, shuning uchun ham UFC yuribdi. O'rtacha rezultat topganlar. O'rtacha mehnat, o'rtacha dam olish bor. Nima gaplar? Bro. Swamba. Zo'r narsa ekan lekin. Hop, bizda kechki trenirovka, sparring, Anis Yakubov. Gaz. Ramazon Temirovga yordamga sparringga keldi. 5 raund 5 minutdan. Рамазан очень хорошей форме. Я думаю, первый, второй раунд финиш будет. Inshaalloh. Я очень этого жду. И посмотрел его соперника и сразу сказал, что Рамазан на другом уровне. Мне Inshaalloh. постоянно приходится работать с ним. Я чувствую вот это руки-базуки. Так что я уверен, что Рамазан достойно выйдет. Inshaalloh 25 сентября чемпионский бой у тебя. Также я буду выступать в Ташкенте, Мангу. 25 сентября всех любителей настоящих боев жду на Хума-арена. Будут Inshaalloh. жаркие бои. Удачи тебе. Самое главное без травмы. Мы уже начали готовиться. Начали. Давай. Ular sparingga to'g'ri to'liq sparingni qo'yishga haqqim yo'q. Sababi sparing paytida raqib ko'rishi bor, boshqasi bor. To'g'ri shunasida to'liq sparingdan qo'ya olmayman. U yaxshi janglar bo'lyapti. Работаем. Давай. 3-chi raund ketyapti bu yerda. Anis 2-chi raunddan kirgan. Bugungi sparing tugadi. Что там, Радик? Четко готовится, чемпион будущий. Хорошо. Спасибо тебе тоже. Дышит хорошо вас. То, что помогаешь. Молодой, перспективный ты, красавчик. Стараюсь. Иншаллах. Дай бог. Все отдадим, чтобы Рамазан в бою потушил Иншаллах. свет. Yaxshi. Взрывной. Работаем. Отлично. Ikkita kruj ishladim. Shuni olib iskariyani berdim. Menga bo'ladi. Ramazon oxirigacha o'tish kerak. Давай, 5 sekund. Oxirgisi. Время. Yaxshi do'q yedi. Bo'ydan oldin shu bo'yga kam vaqt qolganda bunaqa katta nagruska berish kerak emas. Asosan driftga tezlik ishlash kerak. Shunga mana kecha sparinglarni qildik. Bugun toplarni crossfit barbar zada. 5 4 3 2 1 время ketdi. Bam! Paturo. Yelka. Taz burilsin. Sal yurib. Orqadan yurib kelib. Ha, ketdi, zrib. Bam! Okey. Sho, bam! Хорошо. Давай. Bam! Bam! Yaxshi teparoq qo'ling. Последний, давай, ketdi, последний. Время. Yuramiz, остановить qil, ha. Ishlash ham bilib, dam olish ham bilish kerak. Bugun bolalarda sparing naryoqdi. Biz общий sparing ishlamayapmiz. Sababi biz individualniy sparing, individualniy shu raqiblar bilan jangga mos shular bilan sparing qilamiz. Ketdi boks. Начал. Tushliksan, zrib berasan. Bir, ketdi, tush. Hop. Ha, komanda eshitamiz. Hop. Sha, давай, oyoq ko'tarib. Hop. Sha, ushla. Hop. Давай, zrib kechyapti. Chiqar maksimalni. Hop. Shu последний. Hop. Ketdi otamiz. Ot, ketdi, давай. Harakat oyoq bilan. Ha, yelkangdan ko'chsin unda. Qo'lingdan uchga o'tgandek bo'lsin. Давай, 5 sekund. To'xtama. Time.
Встречное последний и задание. Maksimaliy rivok, joyini qo'zg'alishing tez bo'lsin. 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Время. Stre. Zrib qo'zg'alishing. Yengil tezroq. Хорошо. Встречное, yana tezroq. Qo'zg'alishing, birinchi qadam udaringiz o'tsin. Zribing, вот так. О, давай последний раунд, давай последний концовка. Ishla концовка 15 sekund. Шла, еще. 10 секунд. Еще быстрее, Рамазан. Давай, очко olиш kerak, очко. Еще 5 секунд. Давай. Время. Yaxshi. Turnovkadan keyin hissiyotlaring bilan bo'lish. Bekzod aytadi, pobedadan keyin hissiyotlaring bilan bo'lish deydi. Hozir qiyin. Keyin olsin inshaalloh. Eng qisqa va lo'nda javob. Hozir qiyin bo'ladi, keyin oson bo'ladi. Okay, boshdan avval qilib, keyin pressga ishlaymiz hozirroq. Attack! Help me! You can help me! Kill him! Hey, don't attack! Don't give him space for him! Hozir hayron. Aziz, tushundingmi? Ana, qisqadan. Trener nima deyotganini tushundingmi? Nima deyapti? O'ligini tashladi. O'zi men o'ligini berdi hozir. Ishlash kerak. Nima qochyaptimi? Ha, keyin ishlayapsan. Yo'q. Sekirovur. Ol, yaxshi parallel bor. Ha. Kislorod yetib borish kerak mishsa. Давай. Ha. Давай. To'xtama. Burul. Отлично. Lotus degan zal, atmosfera просто шикарно. Akam o'zlari olib keldi shu zalga. Okay. Ha, cho'tki zal. Bu Chempionlar chiqadan shu. Tiger ko'chada shu 20 ta 30 ta zal bo'lsa, menimcha Tailand bo'yicha nomer 1 zalda. Ha, faqat Tiger. Yangi ochilgan zal, buni bitta obzorini men sizlarga ertaga kunduz yorug'ida bitta olib beraman, xudo xohlasa. O'zbeklarni, O'zbekistonlarni Zo'rbayevsan va Chaqna birovlar qilamiz. Inshaalloh. Sfera. Shinam poli 400 metr. Biza 10 tuproq qildik, 4 kilometr yugurdik. Yaxshi. Charchash yo'q. Hozir yana 1,5 soatlik rivok, sprint, oyoq harakatida ishlash jarayonlar bor. Ko'pchilik cross yuguradi-ku, cross mana 1,5 soat, 1 soat, 2 soat yugurasizda crossda dihana ochilmaydi. Dihana asosan mana shunaqa 100 metrlikda ochiladi. Qancha tez yugursangiz shuncha pulsini ko'taradi. Puls shuncha ko'tarilgandek qon bosim maksimal aylanish boshlaydi, sirkulyatsiya bo'ladi. Nafas olishinglar ham misol uchun yugurayotganingizda 10 ta nafas olsanglar, bu uskareynada 20 ta nafas olasizlar. Bu degani o'sha dihana ishlayapti degani. Bizayda ham 100 metrlik, 50 metrlik ribok zo'r. Tем более jangdan oldin mana shunaqa narsa bizga kerak. Nima uchun? To'shto o'sha bo'ldi vaqt yaqin qolgandan keyin faqatgina uni kardioga tezlik ishlashimiz kerak. Faqatgina kachka, faqatgina sparring, faqatgina lapa bo'lgan bo'lsa, o'sha uni kalibratsiya bo'lmaydi. Tayyormisan? Rekord turamiz, rekordda, okay? Nastroy qil, nastroy. Ha, nastroy, o'zingni to'g'irla, nastroy qil. Okay, Tailand 5, 4, 3, 2, 1. Yaxshi.
Davay, 50% qolgan, 50 metr qolgan tashavoradi. Tashavorma, zo'r kelyapsan, kelyapsan. Davay. 12, ровно. O'zi maktabda yugurardi mana shunaqa 100 metrda. Eng ko'pi shu 12 bo'lardi. 12 yarim. Mana hozir nasturlik qildi. Birinchi yugurgani 13 nechidir edi, ikkinchi yugurgani 14 bo'ldi, mana 3ta уже 13 bo'ldi, 4-da 12 bo'ldi. Mana hozir endi oxirgi. Endi yeriga emotsiya, xarakter yoqish kerak. Mana shu 50 metrdan keyin ujani tashlavorish kerak emasdi, qo'shib kelish kerak. Ha, mana tortadi 100 dan keyin. Xuddi shunaqa tortish kerak motoring. Bu bitta motorda, bu yurak asosiy zadachasi yurakni faqatgina mishsani ishlatib beradi, to'kib beradi organizmga, zaryadga beradi, dan. Hammaga aytamiz, disiplina, asosiy energiya, pitaniya yo'q bo'lmasa farmakologiya emas, asosiysi nima? Pitaniyani, farmakologiyani qilish kerak sabab. Lekin eng glavnisi uyqu. Kech payt uxlaganingizda yurak zaryadga oladi mana. Telefonni zaryadga qo'yasiz, kech payt xuddi shunaqa bo'ladi. 25 ta 26 ta. Zo'r. Men o'yladim 30 ta bo'ladi. Batak yugurmayotgan odamlarni zinaga chiqadi, hansiraydi, ko'z ko'tarilib ketaveradi-da. 26 ta odam 1 minutdan keyin bu narsa nima kerak? 1 minutdan keyin mana shu 26 tasi kamida 23 ta, 22 ta, 4 ta, 3 ta, 5 ta razitsa qilish kerak. Agar razitsa qilmasa, mana shu trenerlarga maslahatim, mana shu plyus o'lchashni boshda urgani bilan o'sha 1 minutdan keyin qanaqa vastanit qilganini ko'rsanglar, o'shanga qarab bolada nagruska ketyaptimi, organizm перегар bo'lib ketganmi, vastanit qila olmayaptimi, kechasi uxlamayaptimi, o'shani bilsa bo'ladi. Xullas, hozir 1 minutdan keyin o'lchaymiz, nechta urishini hozir aytamiz. Mana bo'yda birinchi raund o'tadi, ikkinchi raund o'tadi va shu har raund orasida dam beradi. O'sha paytda sportchi ochiladi deydi. Yana ham kuch ko'p bo'ladi, charchab qolmaydi. Xuddi shu narsa bo'lish kerak. Ketdik. Yigirma bitta, zo'r. Bu cho'tki. 10 sekund qo'yasizda 20 bitta. Endi 1 minutda nechta urayotganini bilish uchun mana misol uchun 21 ni ko'paytiramiz 6 ga. 1 minutda 126 uryapti yuragiga. Bundan oldin nechta urdi? 25 tami? 26 tami? 26 ni ko'paytiramiz 6 ga. Bundan oldin 156 urgan. Bu zo'r. Men hozir mana o'zim yugurdim. Mana bu ko'rganimda 176 ta urdi. Bu pakoyda, chunki menda nagruska yo'q. Men vitamin zat chaqamayapman. Har kuni trenovaga emasman. Men 10 kun yugurganimda plyusim 176 turdi. Bu tez yugurganda 156 turdi, ko'rasizlarmi? Demak, buni ancha mendan yaxshi o'zim his etish. Qo'sh qarish. Harakat, tana harakati. Harakat. Давай. Stop. Да, правильно. Четко, время. Kechki trenirovka bizada boshlandi. 5 raund. Svatka. Yaxshi, давай. Xullas 5 raund orasida 3 minut kurashadi, 3 minut, 2 minut cho'chilaveradi. Концовка. Давай, ребята, концовка, работаем. Хорошо. Xo'p, bizda shanba, ertalabda игровой день. Игровой день. Любой professional sportchi kerak, havaskorga ham kerak. Nimagaki? Faqatgina o'zim har kuni qilayotgan ishi, har kuni narsasidan tashqari bu ham bitta trenirovka. Jasur Alijon maktabi yutyapti, xullas. 8-3. 8-3.
Sakkizinchi kim yutyapti? Prosta. Men qara O'zbekiston terma jamoasini hech yutqizdi Portugaliyada. 5-0 olgan. Sizam 5-0 bo'lmadinglar, bittalar urdingmi sen? 8-3 bo'ladi. Ha, 3 topda esa 5-0 bo'ladi. Davay, futbol o'ynaymiz. Bitta pravila bor bizada. Bilasanmi pravila? Bratskiy pravila bor. Bu akukali pravilasi bor, bo'ldi. Ona sen emsan bo'ldi, sen futbol o'ynab jahon chempioni bo'lsanmi, yo bo'lmasa kimgadir 100 ming dollar, 100 ming dollar beryaptimi? Qara, mana mana shu narsa seni xatoying bo'ladi, jangdagi xatoying bo'ladi. Har doim sovuqqon bo'lish kerak. Kalta yegandan keyin ani qizishib ketish kerak emas. Xuddi shu hozir mana futbol o'ynayapsan-ku, yonib ketyapsan, tushunsanmi? Qanaqa o'ynasa shunaqa o'ynagin ketdi-da. Yo'q. Sal pastroq sovuq o'zingni ani uspokoyit qilgin-da, istig'for etib. Ana nima qilsam nima bo'lar ekan degin-da, tushuning? Jangda xuddi shunaqani. Urishasan-ku, charchaysanmi? Ha? Keyin kaltiysan, to'g'rimi? Daydudlar kelsa. Ushgan paytda daydudlar keladi. O'sha paytda yiqilish ehtimol ko'proq bo'ladi. Kaltiy sen ham so'zing sal ko'rib qochib xatoyi bekor qo'ling chiqayotgani yo bo'lmasa qattiqdir ushlayotgandir. Raqibing sendan tezdir. O'shanga qarshi kontr qilish kerak-da. Menga bitta narsani o'rgatishganda, raqibing qo'li zo'r bo'lsa, sen oyoqi zo'r bo'lgin. Raqibing oyoqi zo'r bo'lsa, sen qo'li zo'r bo'lgin. Baresga nima qilasan? Baresga chiqib kurashasanmi yo urushasanmi? Barbadan sen ishni qilasan. Xuddi shuna qarama-qarshilik to'g'ri qo'ysang bo'ldi, tushanib bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba. Jangga 19 kun qoldi. Dushanba kuni og'ir kun deydi. Ertadan 3 kunlik trenirovkamiz qoldi Tailandda. Shanba kuni nimaga og'ir kun deyman, shu dam olishdan keyin trenirovka ish hamma yoq qotgan, vasqanavlayna unaqa zo'r bo'lmagan boshlanadi. Bugun kunni yaxshilab o'tkazib olsak, уже ertadan уже cho'tki bo'ladi hammasi. Xudo xolasa. Dvigimsa, 3 ta raqib bor senda. Bittasiga borasdan keyin ikkinchisiga. Yaxshi, mana shunaqa harakat kerak. Ko'proq harakat oyoqda. Chiqish. 7. Ha, yengil tezroq. 9. 6. 14. Ha. 5. 2. Prognoz? Мой прогноз. Mana prognozim so'rabdi bular. Xo'p. Кто больше работает, труд делает, тот выиграет. Я не думаю, кто говорит, тот. Я могу без тренировок. Все от Всевышнего, один удар все решает. Ну, omadga men ishonmayman. Omad bu omadsiz o'ylab turganda, конечно, да. Победа, Иншаллах. Я буду рад, если ты выиграешь, если Фуркат выиграет, ты тоже для нас, и чужой, и Фуркат тоже. Ну, обязательно chiroyli, самое главное, достойный бой показать, без травмы, и все. До холоса. И до боя, самое главное, у нас вес и травмы не было, самое главное. А? Buni bo'yinimi? Furqatbek bilan Anis haqiqatan я тоже так думаю, 50 на 50. И тоже ударник, он тоже ударник, хороший бой показывается. Да, оба достойные спортсмены. Да, xolos. San? Qachon? Расскажи 70 на 30. 60 на 40 да, говорит он. Кто 60?
Furqat. Ramazon, sani fikring? Ikkalasi ham zo'r bayit. Kim ko'proq mehnat qilsa, shu Alloh o'shanga anaqasini beradi. Furqat aka, bu bitta zavqdan kelganmiz, akamiz, shu o'rtog'imiz. Kim ko'p mehnat qilsa, Alloh o'shanga g'alaba beradi. Keloga omaddi, xullas. Xullas, mendan ham anaqa chiqar ekan, reportyor. Amaloma. Bular ham safaringlar qayerda? Gardaga 2 oy, Sarcharigoda. У тебя самый вот сложный бой какой был у тебя вот? За всю Ну, за свою карьеру. В Open FC дрался. Я был нокдаун, потерялся на 20 секунд. 20 секунд? Да, я 20 секунд не помню, что было. Но я Ага. выиграл бой. Это самый сложный. Мне прям сколько летел, я вот... Я тоже думаю, это тебе вот с Фуркатом тоже сложный бой будет. С Фуркатом я не думаю, какая-то 90 на 10. Непростой бой. Посмотрим. Все, давай, удачи тебе, Anis, rahmat. Abu Dhabi ketishdan oldingi kunimiz. Bugun Xudo xolasa Abu Dhabi ketamiz. Такой легкий завтрак. Kechki vaqtda olamiz. Bitta Bitta qilib Abu Dhabiga yo'l olamiz. Qisqacha qalay bo'ldi Zibor? Bu yaxshi bo'ldi, alhamdulillah, har doimgidek. Cho'tishlarga boshlaymiz. 2 oy. 2 oy shunada qotib mehnat qildim. Natijasini ko'rsatamiz. Inshaalloh. Sababini qildik, Xudo xolasa. Allohdan so'raymiz. G'alabani chiroyli. Bu yoqqa endi Abu Dhabida такой yengil trenirovka, vesagonka, adaptatsiya shunaqa ishlar bo'ladi. 2 oylik odam bor. Dunyo ko'zimga tor ko'rinyaptimi? Bo'ladi-da, endi maqsad borda, baribir odam azgiradi, churchuk zerikish bo'ladi, lekin o'sha boy oldimdagi musobaqa borligi uchun, maqsad borligi uchun ana qilib turaman-da. Yengib turaman shu narsani. O'zing o'tib turasan. O'tib turaman, ha. Bunaqa rejim qilmasa, rezultat qilish qiyin. Banitsada Starbucks. Xullas, ko'z doktoridan o'tgani keldi, oxirgi proverka. UFC ishlar oson emas. Ammo o'yladi boradi shu. Bizada onasini 86 ni ko'tarib keladi. Bo'ldi urishadi. Yamangoda ham proverkasi qatdi. Aquamedline proverkada o'tadi har bittasi. Har bitta sportchiga Aquamedline medosmotrni tekin qilib beradi. Mana UFC sang sharoit qilib beradi, xuddi shunaqa. MRT, gepatit B, C, speed hammasi. Tekinga hammasi. Yana travma olib qolsa, polni licheni picheni qilib beradi hammasini. İngilizceni o'rganyapsanmi? Xullas, bizani Tailanddagi safarimiz qaridi. Har doim sen bilan shu yo'lga chiqsa bir nima bo'ladi-yu, samolyotdan kech qolamiz. Uxlab qolamiz. Bu safar nima qildingiz? Safar bagajni tashlab chiqdingiz. Men aybdorman. Hamma maqtagan UFC shu menga biletimga bagaj olmabdi, onasini ham sana qara. Endi ahvol shu bo'ldiki, xullas bagajni qo'lga ko'tarib ketamiz endi. Hammasi bo'ladi. Hop, bu yo'g'iga mana yarmini oldim, bu ham bagaj edi. $8 deyishdi-da bagajni. $8 deganda kapalay uchib ketdi. What? What is this bo'ldi?
Xullas, endi bu yoqqa Abu Dabida sarguzashti davom bo'ladi. Gonka boshqa balobatlar. Uyquni beramiz, ulaymiz, ketamiz. Mana menda bormi? Sizda yo'q ekan. Har doim olib yuramiz. Bolalarim olib ketdi. Yo'q, o'qiyman o'zi. Bo'yni qiyshayib qolsa kerak. Uchada turamiz. Biznes klassda qachon uchamiz? Keyingi boyga inshaalloh uchamiz. Xolos. Alloh nasib etsin.